Keyin viza masalasi qanday bo'ladi? Ya'ni vizaga ham hujjatlarni klientlar kelib o'zi topshiradimi yo Xo'p, bu sizlar masalada ham demak yordam sizga berasizlarmi? Dubai ko'chmas mulk masalasi bo'yicha one stop shop, ya'ni bitta joyda kelasiz Sharq Properties'ga. Bo'ldi. Hamma masalani biz o'zimiz demak hal qilib beramiz. O'zimizda hamkorlarimiz bor, juda tezlikda ishlaydigan. Demak, qaysi joylarda o'zimiz, demak, bizning vakolatimiz bor bo'lgan joylarda, конечно, o'zimiz qilib beramiz. Bizning vakolatimiz yo'q bo'lgan joylarda, masalan, ishonchli hamkorlarimiz bor. Ular juda ham tezlikda ishlarni bajarib berishadi. Yana ba'zi, ya'ni internetda kuzataman, ba'zi agentlar men orqali olsangiz iPhone sovg'a qilaman, men orqali olsangiz bu sovg'a qilaman degan takliflar bor. Ya'ni bu narsaga qanday qaraysiz? O'zi misol sizlar ham biron bir sovg'a qilasizlarmi iPhonemi? Zo'r. Meni Instagramni kuzatsangiz agar, birorta videoda bunaqa narsa demaganman. Chunki Dubai ko'chmas mulkini sotishni o'zi bitta juda ham ajoyib narsa. Ya'ni Dubai ko'chmas mulkini sotishni o'zi berayotgan puliga nisbatan olayotgan narsasi agar zo'r narsa berayotgan bo'lsangiz, shuni o'zi katta qiymat. Bu birinchidan. Endi shu Dubai ko'chmas mulkini sotishni bunday olib qaraganda shu professionalni sotmasdan turib iPhone orqali sotish degani bu degani Dubai ko'chmas mulkini sota olmayapti deganda. Shunaqa zo'r narsani sota olmasdan qo'shimcha iPhone bilan sotyapti-da. Endi ertaga qaytarib siz bilan butun umr ishlash kerak-da. Ya'ni ijaraga berishingiz mumkin, qaytarib sotishingiz mumkin. Qaytarib sot degan paytingizda sota olmaydi u odam. Chunki u odam faqat iPhone beribgina sotishi mumkin. Aksariyat odamlar, to'g'ri, endi ba'zi birlar aldanishi mumkin, buni misol iPhone beryapti ekan, bu hech narsa bermayapti ekan deb. Lekin aslida o'ylash kerakki, bugun bittagina iPhone emas, balki ertaga qaytarib sotishda qancha foyda. Misol $150,000 foyda bilan sot desangiz, $150,000 bilan foyda bilan sota olmaymiz. Arzonroqqa sota olamiz deydi-da u odamlar. Sizga qaysi biri qiziq? Ya'ni bugungi bitta iPhonemi yoki uzoq umrdagi ishonchli, professional, demak, sizni uyingizda sotish kerak bo'lsa, chiroyli narxda sotib bera oladigan, ijaraga qo'yish kerak bo'lsa, chiroyli narxda ijaraga qo'yib beradigan bunaqa hamkorman. Siz oddiy aytmoqchisizki, ya'ni uyni sota olmagan, ya'ni tayyor bo'lganda ham sotib bera olmaydi, birinchidan. Ikkinchidan, u sizga misol uchun boshqa bir iPhone nimanidir taklif qilyaptimi sotish uchun. Chunki o'zi hali professional emas, ya'ni sizga yaxshi tavsiya bera olmaydi. Misol uchun $1,000, $1,500 iPhone'ga uchib, aytaylik, ko'chmas mulklarimiz narxi, misol eng arzoni $170,000 dan boshlanadi, ketadi yo. $400-500,000 xato qilib qo'yishsa hech kim xohlamasa kerak. $1,000,000 mulklar bor. Aytaylik, uni yaxshi analiz qila olmaydigan odamga misol uchun topshirib qo'yish xatoda o'zi aslida. Xuddi shunday. Meni ustozim bor, masalan, mana shu ko'chmas mulk sohasida 13 yillik tajribasi bor. Biron marta iPhone olib beraman deb aytmagan. Umuman olganda, misol uchun mijozlarimiz keladigan bo'lsa, biz o'zbekmiz, qadriyatlarimizda mehmondo'stlik bor. Mehmondo'stlik tomonlama umuman muammo yo'q. Lekin marketing qilib, men iPhone olib beraman deb unaqa sotilmaydi. Ya'ni biz shunday sotmaymiz. Sababi biz professionalni sotamiz. Xudoga shukr sota olyapmiz. Shu paytgacha professionalni. Ertaga ham shu odam bilsa bo'ladiki, uni uyini ham ertaga professionalni sotib beramiz. Sotib beramiz, ya'ni foydasi bilan xudo xohlasa. Xuddi shunaqa inshaalloh. Ya'ni bizda demoqchisizki, kutib olish, mehmondo'stlik hammasi o'z o'rnida, faqat ya'ni ortiqcha sovg'alar qilib marketing taklif qilmaysiz.